Uyg'ur xalq chöcheklerining biri bo'lgan qayna cho'g'un degan chöchekni kichik vaqtingizda anglab boqqanmi? Bugun birlikda o'qib chiqaylik. Rivoyatlarga qaraganda, burungi zamonda bir dehqon bo'lgan ekan. Uning Maysxon degan emgakchan ham chiroyli bir qizi bor ekan. Mahaldagi yosh yigitlarning hammasi Maysxonni yaxshi ko'rdi ekan. Ammo Maysxon zamindor Mahmud boyninkida yilliqcha bo'lib ishlaydigan Rustamni yaxshi ko'rdi ekan. Qiz har doim Rustamning qo'y boqqan yeriga berib yordamlashdi ekan. Ham uningga nay chaldirdi ekan. Rustammo to'y qilgudek pul topsamla sening bilan to'y qilatdim deydi ekan. Bir kuni Rustam ishlagan ishi uchun zamindor Mahmud boydan pul so'ragan ekan. U "Menda sening hisoblashgudek puling yo'q" debdi. Shunda qilib, oxir Rustam yurtidan va Maysxondan vaqtliq ayrilib, pul tepishning boshqa amalni izlashni qaror qildi. Lekin u zamonlarda hamma narsa amaldorlar bilan boylarning qo'lida ekan. Kambag'allarning pul tepishiga hech qanday amal yo'q ekan. Shunga Rustam 3 yil musafir bo'lib yurib, pul turmoq ishmi topolmabdi. Kunlarning birida Rustam safarda ketib etib, bir oqsoqol bovoyga uchrashib qopdi. Bovoy tamoq yemaganligidan qo'rsiqi echib, mag'dursizlanib ketayotganligini aytib, uningdan non so'rabdi. Rustam o'ziga o'xshash jafo mushaqqat chekkan kishini ko'rsa, chidab turolmay g'amxo'rlik qiladi ekan. Shunga xurjunidagi nondan bir oz elib bovoyga beribdi. Bovoy yeb bo'lib yana so'rabdi. Rustam o'zining yosh ekanligini, bovoyga qaraganda chidamliqroq ekanligini o'ylab, nonning hammasini bovoyga berib etibdi. Bovoy qo'rsiqini to'ydirib olgandan keyin Rustamga yanidagi cho'gunni berib, suv akilishga buyuribdi. Va "Yigit, suv elishda cho'gunning qopqini etishni, o'ylangandan keyin emgak qilishni unutma" debdi. Rustam erinmasdan ham yiroq demasdan bir cho'gun suv akilib beribdi. Bovoy suvni ichib bo'lib, yana buyuribdi. Rustam qo'rsiqining ochqanligiga qaramasdan yana mengibdi. Bu chaqda bovoy chaqirib elib: "Ah ko'ngil yigit, sening nimaga hojating tushsa, cho'gundan qayna cho'gun deb so'rasang, shuni berdi. Zarur bo'lmagan narsani hargiz so'rama" debdi. Rustam suvni akalsa, bovoy yo'qtirg'udak. "Bu ajab ish-ku" deb hang-tang qopdi. Shuning bilan atrofni izlabdi, varqirabdi, lekin bovoyni hech qanday yerdan topolmabdi. Qo'rsiqi ichib ketgan Rustam bovoyning so'zini yodiga keltirib, qayna cho'gun deb non so'rgan ekan, cho'gunning ichidan purqirab g'o'r chiqib turgan bir qancha issiq non chiqibdi. Rustam xushal bo'lgandan naqsini aytib, cho'gunni ko'targunicha yurtiga ravon bo'ldi. Ketib etib, Maysxonni amdi oladigan bo'ldim deb o'ylabdi. Rustam ketgandan keyin Mahmud boy va shuningga o'xshashlar Maysxonni elishning qasdiga tushibdi. Ammo ularning hammasi ishini vujudga chiqara olmabdi. Maysxon bo'lsa, Rustamning kelishini to'rt ko'zi bilan kutib turibdi. Bir kuni Rustam osmondan tushgandek kelib qopdi. Xulum qo'shinlari nihoyat xushal bo'pti. Mahmud boylar bo'lsa, bir cho'gunlar kelibdi, boshqa hech nima topolmabdi deyishib, zangliq qilishibdi. Rustamning haqiqatan cho'gundan boshqa hech nimasi yo'q ekan. U cho'gundan bir narsa so'rmoqchi bo'lib, pul so'raymi yoki boshqa narsami deb o'ylabdi. Oxir bir ketman bilan urug' so'rabdi. Andin bo'z yer echib, dehqonchilik qildi. Maysxon uningga yordamlashibdi. Ko'zligi mo'l hosil opdi. Shuningdan keyin yemak-ichmak, kiyim-kechak va uy jabduqlarini tayyorlab, ikkisi to'y qilishibdi. Rustamning xosiyatli cho'gini haqidagi gap so'zlar tarqalgandan keyin Mahmud uni qo'lga tushirishni qaslab, Rustamning uyiga qarab menibdi. Rustamning Mahmudga cho'ginni berishga ko'ngli unimisimi, hamon uning tartib oldiganligini sezib, dehqonchilikqa ishlatadigan saymonlarga tegishishni o'ylabdi. Maysxon Rustamni chaqirib,
Mahmudning ko'k itiga tegishing yer terganda ishiltimiz deb maslahat beribdi. Bu ishni anglab hayron bo'lgan ko'pchilik Rustamga agishib mengib tikan yerim yo'lda cho'gunini elish uchun kelayotgan Mahmudga uchrabdi. Cho'gunimni sening ko'k itingga tegishiman debdi Rustam. Cho'guningning sirini ko'rsat debdi Mahmud. Rustam ko'pchilik oldida qayna cho'gun deb tikan xilma-xil narsalar chiqqili turibdi. Bargan seri ko'p chiqibdi. Mahmud boshini yo'qtay deb qapti. Rustam cho'gundan chiqqan narsa keraklarni ko'pchilikka bo'lib berib, ularning rahmatiga erishibdi. Mahmud va'da bo'yicha ko'k etini cho'gunga tegishib, texmi ko'p narsalarni elish uchun oldirab uyga mengibdi. Uyga kelib, qo'lim qo'shinlar va uydagilarni haydab chiqarib etib, eshikni taqab, oltinlarni yig'ib olish uchun tayyorlanibdi. Qo'shinlari xeyli vaqt tinglab ko'rsimi, Mahmuddan hech derak bo'lmabdi. Kishilar bargan seri ko'payib, g'ulu-g'ulu qilishibdi. Oqibat ular uyga kirib qarasa, cho'gundan oltin emas, aksicha nihoyat nurg'un kesal chiqib, yovuz Mahmudni besib o'ltirib qo'yibdi. Mahmudning qo'lida ezilayotganlar jumildan Rustam bilan Maysxonlar shuningdan boshlab uning changildan qutulib, baxtli turmush kechiribdi.